Assalomu alaykum. Hurmatli ot ishqibozlari. Mana Rossiyadan otlarimiz keldi. Xudo xolasa 1 yosh, 2 yosh, 3 yosh biyalar, baytallar hammasidan bor. Mana bu yerda 1 yosh toylarimiz. Yevropa Traken biyalarning bolalari, danchak otlarni chatishganlari, bujun, hamma zotdan bor. Ruskiy risaklarni. Bu yerda biya baytallarimiz 3 yoshdan boshlanadi, yuqoriga qarab ketaveradi. Ichida 4 ta biyamiz Traken biya. Biyalarimizning bo'yi 1.60 dan 1.70 gacha. Bu 2 yashar toylarimiz, erkak toylar. Mana bu nemis biyani bolasi bu ham. Rangi ola bo'lib qolgan. Bu qora toyimiz ham sportivniy poroda. Otasi ingliz, otasi nemis. 2 yashar toyimiz bu mana. Tomosha qilinglar mana. Nemis biyani bolalari. Hop! Mana shu otlar ko'rsatganimiz. Xudo xolasa kimga qanaqa ot, toy, biya, baytal kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Har xil zotdagi otlar bor. Hammasi yengil, chopadigan otlar. 1 yoshdan boshlanadi, ketaveradi. 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh biya, baytal, bo'g'oz biyalar, nemis poroda, hammasi yengil poroda otlar. Og'ir poroda yo'q.